Hoshim Davlat Bo'ronovich, ya'ni hunarmandman. Asosiy ijodlarim bu qadimiy asarlardan nusxalar, qadimiy kitoblarni ta'mirlash, ya'ni restavratsiya sohasida ishlayman. Birinchi Buxoro Biennalesi mana shu san'atni zamonaviy shaklda ko'rsatib berish. O'z oldimda maqsad qilib qo'yganman. Maqsadim shundan iboratki, bizda umuman yo'qolish arafasida bo'lib qolgan abru bahor, oddiy qilib aytsak bahor bulutlari degan ma'noni anglatadi. Bu asosan kitobot san'atida ko'p ishlatilgan. Qur'onlarni, qadimiy qo'lyozmalarni mana shu abru bahor san'ati bilan bezatilgan. Maxsus xona berildi. Boshdan oyoqgacha hammasi mana shu abru bahor uslubida bezaladi. San'at va madaniyatni rivojlantirish fondi bir qancha uchrashuvlarda o'zlari kelib, shaxsan uchrashib, ko'rib, bizni qo'llab-quvvatladigan Gayna Umerova. Ularni butun bir guruhi. Deyarli har bir Buxoroda bo'lgan tashvishda ular shu yerga kelmasa ketishmaydi. Bir qancha ustalar birgalikda kollaboratsiya qilishyapti. Men aynan o'z shogirdlarimni tanladim. Biz uchun bu katta tajriba. Hozirgi kunda bu o'zimizning yurtimizda. Bu ham biz uchun katta mas'uliyatni talab qiladi. Shuning uchun aynan o'z shogirdlarimni tanladimki, bu shogirdlarim bilan birgalikda bular nimaga qodirligini ko'rsatib bermoqchi. Zamonaviy san'atning kelajagi. Buni ahamiyatini o'zi tushunish kerak. Chunki kelajak mana shu yoshlarimizni qo'lida. E'tibor qilyapman shundaki, bizda yo'qolib ketgan mana shu asarlarimiz, qadimiy urf-odatlarimizni tiklanishi eng ko'p yoshlarni mana shunga e'tibor berishdi. Men shunga harakat qilsam, mendan ko'rib meni shogirdlarim shunga intilsa, bu bizning eng katta yutug'imiz. Zamonaviy san'at shunda paydo bo'ladi. Zamonaviy san'at mana shunda rivojlanib keladi. Bilasizmi, bu narsa nafaqat Buxoro uchun, o'zbek degan millat uchun eng asosiysi. Lol qolishadi bizni san'atni ko'rib.